Assalamu alaykum qarindoshlar, şopurluq nazariya darsimizga xush keldinglar. Bugun o'rganadigan darsimiz 5-dars alkohol, drugs and xenis medilin. Ya'ni şopurluq kinishkisi bilan haraq, zahar va dorilarning munosabati to'g'risidagi o'rganib o'tamiz. Oldidan bilish tegishli muhim qoida, ya'ni raydin under influt. Yani raydan under influt degan haraq ichib mashina haydash, haraq ichib va yoki zaharlik chekimlik chekib ish qilib mashina haydash iqtidoriga ta'sir ko'rsatadigan har qanday narsalarni qo'llanib mashina haydashni ko'rsatadi raydan under influt degan. Ya'ni shunday shaklda mashina haydash bir jinoyat. Agar shunda o'lchamdan oshgan holda shu xil usulda mashina haydagan bo'lsa, u chog'da jinoiy ishlar qonuniga asosan jazoga tortildi. Ya'ni har kimninki aroq ichib mashina haydashi cheklandi. Buning sababi aroq ichib mashina haydagan vaqtda insonninki mashina haydash iqtidorini tuvallatadi, ya'ni inkas qaytirish, bir ishlarga hukm qilish degan iqtidori tuvallab ketadi. Ya'ni bu raydan under influt degan shu, ya'ni haroq, zahar va ba'zi turdagi dorilarni o'z ichiga oladi. Yani aroq ichib, zahar chekib yoki ba'zi bir dorilar bor, u dorini yegandan keyin ham mingimizning ba'zi iqtidorlariga ta'sir yetkazuvchi shunda dorilarning hammasini biz raydan under influt deymiz. Shunda aroq, zahar va ba'zi turdagi dorilarni. Normalda 5 stakan aroq ichgandan keyin taxminan 7,5 soat mast holatda turdi ekan inson. Ya'ni 1 stakan aroqda 1,5 soat, 2 stakan aroqda 3, 5 stakan aroqda 7,5 soat. Mastlikni hech nima yeshamaydi ekan. Ya'ni kinolarda uchirib qolamiz-ku, masalanlarga men sizga bir achchiq qahva damlab beray, achchiq choy damlab beray, mastligingiz yechilsin degandek-ku, lekin amaliyotda shu mastlikni yeyishadigan birdan-bir narsa vaqt, ya'ni 1 stakan aroq ichgan vaqtda 1,5 soatdan keyin mastlik yeyildi, 5 stakan aroq ichgan vaqtda 7,5 soatdan keyin mastlik yeyildi. U oraliqda mayli qahva va yoki achchiq choy hech qanday narsa mastlikni yeshamaydi. Endi keyingi qoidamiz, normalda ko'chalarda yo'lda ketib borgan vaqtda saqchi mashinamizni to'xtatib tekshirishni talab qilsa, har qanday bir fuqaroninki tekshirishga moslashish majburiyati bor. Yani bu yerdagi tekshirish, masalan, saqchi tekshirib, saqchi to'xtatib, ya'ni nafas siniqi olib boraman, ya'ni aroq ichgan yoki ichmaganligingizni sinayman deb shunday tekshirishlarni qilib qolsa, cho'qim tekshirishga moslashish majburiyatimiz bor. Ya'ni unday ahvol ostida, masalan, men ayol kishi, men aroq ichmayman, yoki men musulmon, men aroq ichmayman deb bu tekshirishni rad qilsak, qonuniy javobgarlik tortildi. Ondan yangi shopirlarga nisbatan shu, ya'ni aroq butunlay aroq ichib, ya'ni 1 stakan aroq ichib mashina haydash bo'lmaydi deydigan gap yo'q-ku. Ya'ni aroqning miqdori ma'lum darajada bo'lishi kerak. Ya'ni bu aroqning miqdori yangi shopirlar bilan tajribali shopirlarga nisbatan o'xshamaydi. Ya'ni yangi shopirni o'rgangan tuqib biz burungi darslarimizda yangi shopir degan dastlabki 5 yilda pravni ilib dastlabki 5 yilda yangi shopir bo'ldi-ku. Shu 5 yildan keyin u tajribali shopir bo'ldi. Endi bu yerda yeshilar aloqasi yo'q. Masalan, bir odam 40 yoshga kirib tunji qitim pravosini olgan bo'lsa, 40 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan dastlabki 5 yil yangi shopir hisoblanadi-ku. Hargizmi 18 dan yuqori yoshdagilar prav olsa, u tajribali shopir oldu yoki 30 yoshdan yuqoridagilar prav olsa tajribali shopir oldu deydigan ish yo'q. Ya'ni pravimizni olgan dastlabki 5 yil yangi shopir hisoblanamiz, undan keyingi 5 yildan keyingisi tajribali shopir. Ya'ni shu yangi shopirlarga nisbatan nafas siniqida agarda haroqning miqdori 0,12 promillidan yoki 8 mikrogramdan jiq bo'lsa, u vaqtda saqchi idorasiga bilib berishingiz shart. Ya'ni men bu yerda qisqa jadvallashtirib qo'ydim. Mush jadval cho'qim sizlarga yodda bo'lishi kerak. Mush jadvaldagi son 0. Ya'ni yangi shopir uchun aroqninki eng yuqori bo'lish miqdori 0,12 promilli yoki
88 mikrogram. Eğer muşundan işli ketip qap qalsa, o vaqtda saqçı idarəsiga birlə birishini talab qilib ma'lum şekilde jarimani qo'ydi. Tecrübelik şoförler üçün, erfaren bir sürdürler üçün 0,15 promilli yoki 220 mikrogram. Yani muş san sıfır çokum sizlarga yod bo'lishi kerak. Şu imtihonga mushunga doir savol çokum chiqadi. Yana shu nafas siniqida tekshirib, agarda sınaqda araqning miqdori baya jadvalda berilgan o'lchamdan ishib ketib qolsa, yani qanchalik ishib ketganligiga asosan, yani alkoholninki araqning miqdoriga asosan qanda jazo berish qaror qilindi. Bu jazo jarimani jazosi va yoki turma jazosi va yoki pravosning vaqtliq elilish jazosi degandek har xil jazolar bo'lishi mumkin. Yani saqchi mushuna tekshirishlarni qilib, har xil saqchi idorasiga berib tekshirishni talab qilib qolsa, tekshirishga moslashishimiz majbur qonun bo'yicha. Agar biz tekshirishga moslashishni rad qilsak, jinoyat o'tkazgan bo'lamiz-ku. Yani saqchi agarda saqchi idorasiga berib tekshirishlarni yoki boshqa ishlarni bajarishimiz kerak deb saqchi idorasiga taklif qilib qolsa, agar bormaymiz deb qolsak, shunda sınaqlarda bunu rad qilish jinoyat hisoblanadi. Endi shu şoförlük nazariyasida ikki xil jazo usuli bor. Bunu ba'zi ahvollarda imtihonga chiqib qoldi, bilib qolsanglar sen yo'q. Yani ima yoki lima deymiz. Yani lima degani lehti edukativ material alkoldan firker, yani yenik darajadagi tarbiyalash jazosi. Yani agar araqning miqdori ma'lum bir o'lchamdan ishib ketgan vaqtida jarimanidan boshqa yana mushundoq tarbiyalash jazolari bo'ldi. Yani bu jazolar yenik daraja tarbiyalash jazosi va tarbiyalash jazosi deb ikki xil bo'ldi. Yenik daraja tarbiyalash jazosi bunda jazo 2 kunlik kurs bo'ladi. Yani 2 kunlik kursda shu araq ichib mashina haydaganda inson badanida qanday o'zgarishlar bo'lganligi, ondan maraq ichib mashina haydab yuz bergan har xil mashina hodislari, mashina voqealari, shu mashina voqealari jarayonida boshqalarning oilasiga keltirgan har xil avarichilik, kulfatlar degandek mushular tunishtirilgan nazariyaviy darslar, videolar bo'ldi. Yani yangi şoför üçün, bixininde büstüdür üçün, agarda haraqning nafas siniqida haraqning miqdori 0,15dan 0,18 promilligacha bo'lib qolsa yoki 220 mikrogramgacha bo'lib qolsa, tajribali şoförlar üçün 0,18dan 1 promilli yoki 350dan 435 mikrogramgacha bo'lib qolsa, u holda yenik darajadagi tarbiyalash jazosi keladi. Yani jarimadan boshqa yana ayrim jarimani birildi, undan boshqa yana yenik tarbiyalash jazosi. Bu tarbiyalash jazosi 2 kunlik kursninki kurs haqqini shu şoför o'zi to'lash kerak. Buni hech qanday otchot qilib bo'lmaydi. Ondan ig'roq bo'lgani tarbiyalash jazosi 2 kunlik kurs, 2 kunlik kursdan keyin, ya'ni keyingi so'zlashish jami 7 hafta davomlashadi. Bu butun bosqichlar. Buning nimasi, buning o'lchami, ya'ni yangi şoförlar uchun agarda nafas siniqida araqning o'lchami 0,18 dan 1 promilli bo'lib qolsa, tajribali şoförlar uchun 1 dan 1,5 promilli bo'lib qolsa, mushta ig'ir darajadagi tarbiyalash jazosi keldi. Bunun kurs haqqı 1033 euro. Mayli yenik daraja tarbiyalash jazosi bo'lsin va yoki shu normal ig'ir daraja tarbiyalash jazosi bo'lsin, mush orliqda ham mashina haydaguvchininki pravosi tatib ilindi. Mush kurslarni to'liq tugutib, mush kurslarning o'ziga xos holda topshiriqlari, yozilgan dokladlari bo'lganchu, ashlarning hammani o'rindab bo'lgandan keyin ondan pravosi qaytarib beriladi ekan. Yani bunu bilib qo'yishinglarga tegishli. Normalda imtihonga chiqmaydi-ku. Bu imtihonga hozirgacha men imtihon savolda qat'iy uchirib boqmadim. Lekin bilib qo'ysanglar ziyon bo'lmaydigan bir narsa.
Yani bayağı dedik emasmi, pravni, yani vaqtliq tartib elish jazosi deb. Bunimi cho'qim bilishinglarning hojati yo'q. Lekin qisqacha tushuncha berib qo'ydim. Yani agarda aroqninki osh nafas siniqida aroqning miqdori 571 dan 650 mikrogrammgacha bo'lib qolsa, 4 oy, 6 ma miqdorda bo'lib qolsa 6 oy yoki 700 dan yuqori miqdorda bo'lib qolsa 7 oygacha işte pravni vaqtliq tatib elish jazosi berildi ekan. Yani pul jazosidan boshqa, jarimani jazosidan boshqa. Masalan, agar nafas siniqida 716 dan 785 gacha chiqib qolgan bo'lib qolsa, uning pul jazosi 850 euro. 850 euro pul jazosidan boshqa. Ondan yani 2 kunlik kursni qo'shib 1033 euro, uning keyin 7 oygacha pravni tatib elish. Yani muşlarning hammasini hisoblab kelsanlar, yani qisqasi aroq ichib mashina haydashninki jazosi xili ig'irchi. Endiki so'zlaydigan mazmunimiz dorilar. Bayağı dedik emasmi, ba'zi dorilar haydash iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi debchi. Yani raydan undir infulut degan faqat aroq ichib haydash emas, balki ba'zi bir haydash iqtidoriga ta'sir ko'rsatadigan dorilarni ishlatgandan keyinmi mashina haydash raydan undir infulut kiradi. Odatda bunday dorilarning ustida mushta siriq chaplaq bo'ldi-chu. Shon ba'zan dorixonadan dori olgan vaqtimizdami dorixona yordamchisi alohida eskartadi. Yani ma dorini ichgandan keyin manchilik vaqt ichida mashina haydasangiz bo'lmaydi deb. Lekin shu eskartishni anglab turib, yana mashina haydab bir vaqa chiqib qolgan vaqtida u chaqda butun mas'uliyat o'zingizlarga ega bo'lasizlar. Ondan men bir to'rbatni tanishtirib qo'ydim. Masalan, agar nima kerak bir dori ishlatadigan bo'lsanglar, bu dorininki mashina haydash iqtidoriga ta'sir ko'rsatmamdi, buni bilganlar bo'lsanglar, mush to'rbat kirib Ray Fayl Ahmed Madasayning Google'dan izlasanglar bo'ldi. Mush to'rbat kirgandan keyin dorining ismini yozsanglar, sizlarga tafsiliy holda qanchalik mush dori qanday ta'sir va ko'rsatib masalan, timazepam degan bir xil uxlash dorisi. Bu dorini ichgan vaqtida agarda bu dorininki miqdori 20 mg bo'lsa, mush dorini ichib 8 soatgacha mashina haydasa bo'lmaydi ekan. Agarda dorining miqdori 20 mg dan jiq bo'lgan vaqtida 24 soatgacha mashina haydasa bo'lmaydi ekan-chu. Yani qiziqqanlar, agar bir dori ichayotganlar bo'lib qolsa, mush men ichayotgan dorining ta'sir bo'lamaganda bo'lmagan desa izlab. Anna rayning undir influtninki yana bir xil nimasi zarchik mashina haydash. Bu qonun xilaf jinoyat. Yani bu yerda zahar degan heroin, kokain deymiz, marijuana, ishqilib bir xil turdagi zaharlik nimalarni ko'rsatadi. Bularning ham insonninki diqqatini yig'ish iqtidorini tuvallatish, chiroq nuriga alohida sezgir bo'lib ketish, boshqish, put-qo'llari ig'ir bo'lish, tezroq qo'rqish, ikkilanish, qaramaslik degandek iqtidorlarga ta'sir yetkazgan. Shunga bunda zarchik mashina xilab. Ondan eng oxirida sizlar cho'qim bilish tegishli ikki muhim hukm imtihonga har doim chiqadi. Shu hukmdan birisi yana ray firbot, ray untsaxing. Yani ray firbot degan haydash cheklimasi degan gap. Odatda ray firbot eng jiq bo'lganda 24 soat davomlashadi. Yani ray firbot bergan vaqtida bu saqchi tarafidan birildi shu. Siz hech qanday qatnash vositalarini haydasangiz bo'lmaydi-chu. Yani bu qanday holatda birildi deganda, masalan, bir nafas siniqi elib birildi, birisining bakcha qaraq ichganligi bilindi. Unda u aroqning miqdoriga asosan, masalan, bir stakan aroq ise 1,5 soatni maslik yechildi emasmi? Shu maslikning qanchalik yechilishiga asosan saqchilar ba'zida ray firbot beradi. Masalan, birisining masligi 24 soatdan keyin ondan to'liq yechildigan bo'lib qolsa, bunday holatda ray firbot haydash cheklimasi berdi. Ray firbot berilgan vaqtida siz hech qanday qatnash vositalarida velosiped haydasangiz bo'lmaydi. Masalan, velosiped haydasam yiqilib tushadimizmi? Yiqilib tushish ehtimoli jiq bo'ldi. Yani ray firbot bo'lganda hech qanday qatnash vositalarini haydashga bo'lmaydi. Ikkinchisi ray untsaxing.
Yani Untersachung von Reihbefruchtheit, yani haydash salohiyatini amaldan qoldirish. Bu odatda so'ch tarafidan berildi. Buningda mashina haydash salohiyatingiz olib tashlandi, ya'ni pravongiz tatib ilindi va yoki bu bir qancha hafta, bir qancha oy yoki bir qancha yil bo'lishi mumkin. Bu qanday xulasa deganda, masalan, işte ig'ir darajada aroq ichib mashina haydab bir cho'ng qatnash voqeasini keltirib chiqishga sabab bo'ldi va yoki masalan 30lik yo'lda agarda 80 deydisak, 50lik yo'lda 100 deydigan vaqtida mushta vaqtini mashina haydash salohiyati olib tashlandi. Bu shu so'ch tarafidan berildi. Lekin bu ray Untersachingda faqat mashinalar haydasangiz bo'lmaydi, lekin undan boshqa velosiped haydamsiz, qilsangiz bo'laverdi. Çünkü ishki hukum cho'qim sizlarga aniq bo'lib ketsa, ray verbot bilan Untersaching. Endi tövanda shu o'rgangan nazariyaga doir bir qancha savollar bilan tanishib o'tamiz. Masol qarasak, yani Hulang dort gemidelde voordat je lichaam in standaard glas alcoholdrank heeft afgebroken. Yani bir stakan alkohollik içimlik bedeningizda butunlay parchalanib masligingiz yeshilishga taxminan qanchalik vaqt ketadi deydi. Bu ya o'rgangan tuqib 1,5 soat. Yani bir stakan aroq 1,5 soat, 2 olsa 3, 5 olsa 7,5 soat yani. Bij in alkohol kontrole weigeren blazen maqtat. Yani aroq tekshirishida siz püylashni rad qildingiz, bu yo'l qo'yilamdi deydi. Bu nazariyat o'rganib o'tdik-ku, agarda saqchi püylash siniqini, yani aroq ichgan ichmaganlikni tekshirib qolsa, biz buni rad qilsak bo'lmaydi, cho'qim moslashishimiz kerak. Shu buning javobi ne? Yani bo'lmaydi. De politie vraagt die om medewerking te verlenen aan een ademtest. Ben je daartoe verplicht? Yani saqchi sizningki odam test, yani nafas siniqiga moslashishingizni talab qildi. Bu siz uchun majburmi deydi. Buning javobi yo. Agar saqchi men hozir nafas siniqi olib boraman desa, buning cho'qim puxra bo'lish sifatimiz bilan moslashishimiz shart. Agar rad qilsak, jinoyat o'tkazgan bo'lamiz. And what is maximale toegestaan alcoholpercentage bij beginnende bestuurder? Yani imtihan mushta savol cho'qim chiqadi. Yani beginnende bestuurder, yangi shofer uchun yo'lga qo'yilgan aroqninki eng yuqori o'lchami persent qancha deydi. 0,11 promilli, 0,12, 0,15. O'rgangan tuqi 0,12 promilli. Yani tecrübeli şoför için 0,15, yangi şoför için 0,12 promilli. Şu bunun cevabı 0,15. Endi savol, what vermindert alkohol percentage? Yani aroqninki persentini nima azaytadi deydi. Buni o'rgandik. Aroqning persentini hech nima azalmaydi. Faqat vaqt. 1 stakan aroq ichgandan keyin 1,5 soatdan keyin maslik yechildi, 2 stakandan keyin 3 soat. U 1,5 soat, 3 soatning ichida hech qanday narsa maslikni yeshamaydi. Shuni qarasangiz, A javob frisi baltunluq, ya'ni sirtqa chiqib sapovadan nafas ilish. B javob in par koppen kofe, bir qancha stakan qahva ichish. C javob nitsin, hech nima. Shuni buning javobi. Endi eng oxirgi savol, mahya fitsin bay rayferbot, ya'ni rayferbot haydash cheklamasi berilgan vaqtda velosipedingiz bo'lamdi. Mahya fitsin bay ray Untersaching, yani haydashni amaldan qoldirish berilgan vaqtida velosipedingiz bo'lamdi. Buning javobi sizlarga qoldi. Bu shumi imtihonga cho'qim chiqib qolgan savollarning birisi. Shuning uchun ray verbot degan nima, ray Untersaching degan nima, ray verbot berilganda mashina haydab velosiped haydab bo'lamdi, bu cho'qim bilishinglar kerak. Biz buni bayağı so'zildik. Shunga hozir yana so'zlamayman. Bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Ko'ngilingizga rahmat. Bu darslar Gollandiya Uyg'ur kishilik huquq fondi ma'rifat va tashviqot bo'limi tomonidan tayyorlandi. Bu turdagi darslarning ham ko'p chiqishi uchun bizni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashinglarni umid qilamiz. Omon bo'lgaysizlar.